Moğoliston xonligi davridagi jamiyat. Moğoliston xonligi garchi ko'p qabila va millatlardan tarkib topgan, ammo o'rtaq iqtisodiy asosga ega bo'lmagan bir xonlik bo'lsa-mu, lekin o'zining 1,5 asrdan ko'proq hukmronligi jarayonida birmuncha zo'r ijtimoiy o'zgarishlarni paydo qildi. Bu o'zgarishlar asosan siyosiy hukmronlik gavdasining xeyli mukammallashishi, hukmron o'rni turgan Mo'ng'ul qabilalarining texmi ko'plab turklashishi va islom diniga e'tiqod qilishi, feodallik ijtimoiy sinf va tabaqalarning texmi aniq bo'linishi qatorliq masalalarda ifodalandi. Mo'g'uliston xonligining eng oliy hukmronlik huquqi yanada Altan Uruq deb atilgan Chingizxon va uning o'g'li Chag'atay xon avlodining qo'lida edi. Altan Uruqning o'rniga va taxt saltanatiga har qanday bir kuchli siyosiy kuch, hatto Mo'g'uliston xonligining siyosiy va harbiy tayanchisi bo'lgan Do'g'lat beglari ve Moğolistan'dan bölünüp çıkıp O'rta Osiyo rayonunda Tömürila xonligini qurgan Barlas beglarimi daxli ta'ruz qilishga petinolmaydi. Çünkü taxt saltanatning Altan Uruq qo'lida bo'lishi Chingizxon hayot vaqtida belgilangan Mo'ng'ul an'anaviy qonuniy jasaqda qayd qilingan edi. Shunlashqa bir mezgil O'rta Osiyo, G'arbiy Osiyo ve Janubiy Osiyo rayonini zilzilaga keltirgan ham Tömüriyya xonligini tiklagan Oqsoq Tömürmi o'zini xon deb e'lon qila olmay, bu joydagi Chag'atay avlodining xonlik nomidan foydalanishga majbur bo'lgan edi. Endi bu jasaqni bo'lsa barliq Mo'ng'ullar emas, balki Chag'atay va Mo'g'uliston davrida Türkleşken ve musulmonlashgan Mo'ng'ullarmi jon dili bilan birdek qo'g'dab himoya qiladi. Mo'g'uliston xonligida o'rdining asosiy tarkibi xon, o'g'lon, otibek ve amirlardan iborat edi. Mo'ng'ul ve Chag'atay xonligida qonunlar alohida siyosiy huquqqa, hatto eriga vakolatan davlat boshqarish huquqiga ega bo'lgan bo'lsa, Mo'g'uliston xonligi davrida ular bu xil siyosiy huquqlardan mahrum qilinib, faqat xon oilasi sifatida hurmatga sazovor bo'ladigan o'ringa tushib qoldi. Ularning taxt saltanatni egilishiga qattiq chek qo'yildi. Bu hal Mo'g'uliston Mo'ng'ullarining Tug'luq To'mirxondan boshlab Türkümlab İslam dinini qabul qilishi bilan munosabatlik bo'lishi kerak. Shuningdek, o'rnida kundalik ishlarni boshqaradigan alohida divanlar ta'sis qilindi. Divanlarning mas'ul amaldorlari burunqidek betikchi deb atalmasdan, balki o'xshash ma'noda bo'lgan bosh munshi yoki baş mirza deb atıldıgan bo'ldi. O'rnida xonning yorliq va amir farmonlarini yozadigan ham uni tövanga yetkazadigan, tövanning o'tinish va sunishlarini xonga yetkazadigan bosh divan. Shundaqla davlat xazinasini, bosh kirimlar, dehqonchilik, chorvachilik, nüfus ve boshqa konkret ishlarni bartaraf qiladigan maxsus divanlar bor edi. Har qaysi divanlarda bir qancha 10 yoki bir qancha 100 munshi, yordamchi munshi, mirza yoki yordamchi mirzalar ishlaydi. Yorliq va aloqador xon bilan otibekning shaxsiy muhrisi bilishi shart edi. Mo'g'uliston xonligi davlatni jasaq qonunidan boshqa yana shariat qonuni bilan boshqarishini o'ttirib qo'ydi. Lekin shariat qonuni bilan davlat boshqarish tuzumi boshqa musulmon davlatlarga qaraganda nihoyat ojiz o'rin turadi. Bu chaqda garchi
O'limalar kengashi degan alohida bir tashkiliy qurilma ta'sis qilingan bo'lsa-mu, ular faqat o'g'lonlarni tarbiyalash, xon va xonishlarning tushiga ta'bir berish, vaqt soatlarni urush, safar kunlarini belgilash, diniy murosimlarga yetakchilik qilish qatorliq vazifalarni asosan diniy ishlarning boshqaradi. Demak, Mo'g'uliston xonligi texi boshqa musulmon davlatlarga o'xshash siyosat bilan din birlashtirilgan davlat emas edi. Mo'g'uliston xonligida barliqqa kelgan bu xil tuzumga keyingi chog'lardami o'xshash amal qilindi. Lekin Mo'g'uliston xonligi davrida o'limalar xon va otabeklardan qolsila alohida imtiyozga ega bir tabiqa edi. Mo'g'uliston xonligi Xizr Xo'jaxon, ya'ni milodiy 1387-yildan 1405-yillar va Yunusxon milodiy 1462-yildan 1487-yillar qatorliqlarning davrida o'limalar tabiqasining o'rniga alohida imtiyoz bergan edi. Hatto ular davlatning ba'zi siyosiy ishlariga aralashgan edi. Lekin boshqa xonlarning davrida ular asosan diniy ishlar bilan shug'ullandi. Mo'g'uliston xonligida alohida imtiyozli tabiqasining biri amirlar bo'lib, ular xon va otabekning bevosita boshqarishidagi oliy harbiy amaldorlardan iborat edi. Qo'shinlar yanada burungi Chag'atay ulusi va Chag'atay xonligi davridagi o'nliq tuzum bo'yicha tashkillangan edi. Lekin Chag'atay ulusi va Chag'atay xonligida harbiy ishlarda barliq davlat fuqarolarining umumyuzlik majburiyati asosiy o'rinda. Doimiy qo'shinlarning faoliyati qo'shimcha o'rinda turgan bo'lsa, Mo'g'uliston xonligida doimiy qo'shinlarning roliga alohida ahamiyat berildi. Qo'shinlar ishlab chiqarish faoliyatlaridan bag'an siri ayrilib, ularning ta'minoti uchun belgilik miqdorda terilg'u, chorva, ot, uloq va yanchilar ayirib berildi. Shunga amir, mingbeshi, yuzbeshi qatorliq harbiy amaldorlar bu xil sharoitdan foydalanib alohida imtiyozli bir tabiqiga aylandi. Lekin urush bo'lgan chog'larda davlat fuqarolarining yanada Chag'atay ulusi va Chag'atay xonligi davridagilar o'z ta'minoti, ot, uloq va urush qurollari bilan urushga qatnashishi majburiyati bor edi. Tinchlik sharoitida ular asosan ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Mo'g'uliston xonligi xuddi burungi Mo'ng'ul va Turk qabilalarining an'anaviy bo'yicha suyurg'anlik tuzumni davomli yo'l qo'ydi. Xon o'z tavasidagi zaminlarni tayanch qabilalarning hukmronlariga suyurg'al qilib berdi. Masalan, Manglay Suyar rayoni yanada Do'g'lat qabilasining hukmronligi dedi. Mavaraun Nahr rayoni ta milodiy 1370-yillardagi Oqsoq To'mir to'plangicha yanada Barlas qabilasining suyurg'anlik zimini edi. Shuningdek, O'rta Osiyo va Yettisu rayonidagi Jalayir, Mirkit qabillarimi alohida suyurg'anlik huquqi ega edi. Xonlar bu joylarga o'z o'g'illarini va ishonchli otabek va amirlarini avatib nazorat qiladi. Cho'ng suyurg'anlarning qarmog'ida yana kichik suyurg'anlar bor edi. Ming sulolasi davridagi Sharq Turkistonga oid Xitoycha tarixiy hujjatlarda bundoq ma'lumotlar bor. Ayni zamanda Qumul, Qarg'uja, Luxchun, Turpan, Chalish, Chatir, Kusan
Sayram, Bay, Aksu, Qashqa, Yakan, Banju, Xotan qatarlıq jaylar ana şundaq kichik suyurg'anliq ziminlar edi. Bu suyurg'anlarning hukmronlari Tümençi deb atıladi. Bu çağda Moğoliston xonligi nihoyatda ko'p qabila va millatlardan tarkib topgan bir davlat bo'lganligi uchun har bir qabila va millatlarmi o'z oldiga suyurg'anlik huquqiga ega edi. Bu çağda xonlikning tarkibidagi qozoq, qirg'iz, mo'ng'ullar, hatto Qumul atrofida yashaydigan musulmonlar, Uyg'ur musulmonlari, Uyg'urlar, Qari musulmonlar va Mo'ng'ullar alohida suyurg'anlik huquqiga ega edi. Umuman Ming sulolasi Xunwu va Yungli saltanat yillarida Moğoliston xonligidagi suyurg'anlik zimin 70 dan 80 parchadan oshadi. Bir qadar cho'ng suyurg'anlar xon uşaq suyurg'anlar zimindar deb ataladi. Moğoliston xonligining suyurg'anlik tuzumi davlat ichidagi ijtimoiy sinf va tabiqalarning texmo bo'linishini va ularning o'ttirsidagi ziddiyatlarni kuchaytgan edi. Bo'libmi ultraqlashgan Uyg'urlar va boshqa qabilalarning sinf va tabiqalarga bo'linish jihatdagi farq Çağatay ulusi ve Çağatay xonligi davriga qaraganda xeyli cho'ngaygan edi. Bo'libmi Uyg'ur jamiyatida yanchilik tuzumi nihoyatda avji olgan edi. Butun davlatning zimin va fuqarolari xonning ilkida bo'lib, Otibek, Amir, Tümençi, Mingbegi, Yüzbegi qatorliqlarning ilkide nihoyatda nurg'un terilg'u, zimin, yayliq, chorva va bir qancha yuz, hatto bir qancha ming yanchilar bor edi. Yanchilar siyosiy va iqtisodiy jihatdan tamoman baglarga bog'langan bo'lib, ularga teriqchilik qiladi. Chorva boqadi ham ishlab chiqarishning jiddiy paytlarida baglarga haqsiz ishlashga majbur edi. Moğoliston xonligi davrida qullar va qul savdosi xeyli salmoqni egilaydi. Har qaysi suyurg'anlik ziminlarning hukmronlari bir-biriga qarshi bulangchilik urushlarini qo'zg'ab, ko'plagan qo'shin va aholini bulab, qul qilib O'rta rayonlarida O'rta rayonlariga haydab berib sotadi. Bo'libmi Moğoliston oqsuyaklari hozirgi Kangsu o'lkasining g'arbidagi Yuminwi, Jiuquan qatorliq joylarga kelib, bu joyda yashaydigan Xitoy aholilarini bulab, qul qilib turadi. Faqat milodiy 1955-yili Moğoliston oqsuyaklari bir qitimdila mingdan ortiq bulangan Xitoy qullarni Samarqandga haydab berib sotgan. Bu chog'da Moğoliston tavasida yashaydigan Mo'ng'ullar asosan yanila burunqidek ko'chman chorvachilik turmushini kechiradi. Lekin ularning az bir qismi o'ltiraqlashgan dehqonchilik turmushiga o'tgan bo'lib, ijtimoiy egilik, din, örf-odat, til va boshqa taraflarda yerlik turk qabilalardan ancha farqlanmaydi. Bo'libmi Moğoliston xonligining asosiy tayanchisi bo'lgan Do'g'lat qabilalarining mutlaq ko'p qismi yerlik Uyg'urlarga, nihoyatda az bir qismi qozoq va qirg'izlarga singib ketdi. Shuningdek, aslida Moğoliston xonligining tavallikida bo'lgan Barlas qabilasi bo'lsa, tamoman digidekla O'rta Osiyodagi musulmon turk qabilalarga singishib ketdi. Ba'zi hujjatlarga asoslanganda milodiy 14-asrning oxirida
Moğoliston xanlığının asaslıq soda mərkəzlərinin biri bolğan Aksu şəhərində bir muncha Xitay sodigarlari və Xitay aholisi yaşaganlığı ma'lum. Lekin bularning hammasi keyinchi yerlik Uyg'urlarga assimilyatsiya bo'lib ketgan. Umuman Moğoliston xalqi nurg'un qabila va millatlardan tarkib topgan va har xil ijtimoiy egilik bosqichida turgan davlat bo'lsa-mu, lekin o'ltiraqlashgan dehqonchilikni asos qilgan feodallik munosabatlar hukmron o'rnida turgan bir davlat edi. Hukmron o'rnida turgan Mo'ng'ullarmi bu xil feodallik munosabatlarni qizg'in himoya qiladi va qo'g'daydi.